Daily'dan boshlab qolaylik. Daily'da o'sha buy saytlar qiziq. Ikkita buy sayt juda ham zo'r turibdi va biz ko'ryapsizlar, anaqadan SMR oldik deb o'ylayman. O'sha shu bilan buy saytlar aktivga o'xshab turibdi yigitlar. Mana bu yerda siqilib tushgan, kompressor bilan tushgan hammasini endi trend bilan yig'ishtirib ketsa kerak deb o'ylayman. Tak, bugungi ideya buy sayt bo'lishi mumkin. 4 soat time frame oladigan bo'lsak, mana bu yerda IFVga bor. Endi mana bunaqa narsa bor. Hozir tepada senti berib shu IFVga, ya'ni diskountgacha short yurib qo'yishi ham mumkin bugun. Mana qilsak, xatab diskountlash kerak. Gap ham bor. Shu yoqqacha ham tushib berishi mumkin. Lekin bunaqa impulsdan keyin short juda ham xavfli bo'lib turibdi, juda ham. Endi 1 soat time frame oladigan bo'lsak, qaranglar. 1 soatlik time frame'da Asia Low'ni tagida 1 soatlik PVga turibdi. 4 soatlik oladigan bo'lsak, 4 soatlik PVgada o'sha Asia Low turibdi. O'shangacha ham tushishi mumkin va bizda midnight eng yaxshi target bo'ladi agar bugun buni shortini ushlab oladigan bo'lsak. Midnightdan birinchi qochadigan tochkamiz bo'ladi, ikkinchisi Asia Low bo'ladi. Shu yerdan harakat ko'ramiz deganlar. Baribir bizga hozir 9:30 kerak, bozorda ochilishi, fondiy ochilish kerak, keyin makrodagi harakat kerak bo'ladi. 1 soatlik ham shunaqa holatda 15 minut time frame oladigan bo'lsak, Asia Low chizib qo'yamiz buni. 4 soat time frame'da yana bitta FVga bor, bilasizlar, midnight'ni oldida turibdi. Midnight'dan teparoqda ekan. Midnight zo'r ekan lekin. Tak, ATM modeli bo'yicha midnight'ga mana bu harakat tusha olmadik. Mana fondiy ochilishi bilan hammani o'yindan chiqarib yuborib, shu bilan midnight'ga tushib berdi. Endi qaranglar jigarlar. Bitta narsani o'ylaylik-da. Hozir shu turgan joyda 4 soatlik PVga turibmiz. Mana shu joyda. Bu yerdan tepaga ketib qolish ehtimoli ham katta. Pastga diskountga tushib berish ehtimoli ham. Ya'ni biz 50 ga 50 joyda turibmiz. Kecha boshqacharoq edi holatimiz. Bugun umuman boshqacha situatsiyada. O'shaning uchun hozir aynan turgan joydan na shortga, na bayga qiziqmay turgan bo'lardim. Ozgina yaxshiroq kartinka yasalishini kutgan bo'lardim deganlar. O'shaning uchun faqat shoshmaymiz. Makro kirdi. Nimadir ko'rsam albatta beraman. Hozircha o'zim ham hech narsa olganim yo'q deganlar. Lekin xudo xolasa bundan keyin Discordda qanaqa tema qilsam, qanaqa zdeka kirsam, o'zim efirda bo'lsam, ya'ni efir ekran meniki bo'lsa, men aytaman. Zdeka olyapman bolalar deb. Shoshmaymiz, kutamiz deganlar. Tak. Bizda makro ochilishi bilan qaylarda senti berdi. Demak, shunda biz buzilgan BC ga bir marta reaksiyasini ko'ramiz ekanda. O'zini qoldirgan mana bu lowga stop qo'yib, keyin zdeka olib ko'ramiz. Bu yerdan sirasi o'rmanglar zdeka. Faqat bilmaymizda, hozir ko'pchilik baribir long olishga harakat qilyapti bu zonada. Qo'shilaman mana sabablarini ko'proq qilaylik, zdekaning sabablarini. Tak, FVga bor, buzilgan BC ga test bor. Shu high va lowga premium discount tortadigan bo'lsak, discountdan harakat qilyapti narx va bizga CB qoldiryapti. Bu ham yaxshi. Bizga CB qoldirgani ham yaxshi. CB buzilib o'tsa agar o'zini lowga stop qo'yib, bemalol buy olib ko'rsak bo'ladi deganlar. Bizga qoldi, minutga CB qoldi mana. Hozircha plan bo'yicha yuryapti.
Tak. Pestaki reaksiyamiz bor. CB buzilyapti. Lekin bizga bu uchun anaqani tepasida yopilish kerak, a? CBning tepasida. Na. Hozircha ne aktual jigarlar. Kulli hay zo'r targit. Agar yurib bersa, Kulli hay zo'r targit. qayda o'zi ham yetadi. Tak, o'zini logosi topib qo'yadigan bo'lsak, go jigarlar. Risk amal qilib, minutga buzilgan CBga harakat qilib ko'ramiz. Pestaka tushmayapti-ku, a? Ol. Tushdi, limitkani oldi. Tak. Endi kutamiz jigarlar. Qaplanib yuryapti hozircha. Reaksiya bor. Tak, bizga eng yaqin target bo'ladi 1 soatlik FVG. Mana bu 1 soatlik FVG kirishi biz uchun eng yaqin target bo'lib qoladi, ya'ni Bayside liquidity bo'lib qolyapti kichkina time frame'da. O'sha yerga agar chiqib bersa, o'sha yerga kelganda bemalol olib chiqib ketsalaring bo'ladi yoki fix qilsalaring bo'ladi yoki o'sha buzilgan CB ga zo'r test berib ketdi. Limitkamizni ham zo'r oldi. Endi bundan buyon yurish kerak. O'zi yaxshi impuls berish kerak. Hatto 10 lik makroni qayin olganda buviga harakat qilamiz, hozircha emas. 10 lik makro qay buvi va 1 soatlik FVG da biz fix qilishga harakat qilamiz. Hatto kim nechta kirgan bo'lsa, yarmini shunda yopsalangan bo'ladi. Yarmini teparoq kunlik qaygacha ushlasak bo'ladi jigar. Agar yurib bersa, hozir kutamiz. Hozir papilani zo'r yuryapti. Endi uchish kerak, lekin mana shu yerdan narx impuls olish kerak. Buzilgan CB dan test olyapmiz. Yurish kerak. Hatto bu 10 lik makrodan bu short davom etib ketsa ham, mabodo 10 lik makroni olib turib, makro hayini yechib turib tushib ketishi mumkin. Shuning uchun 10 lik makroni hayiga yechganda bezubitkaga olishga majburmiz, bolalar. Tak, jigarlar, bezubitka qilamizmi? Uni 50 makroni yechdik. Bezubitka qilamiz. Yoki o'sha mana IFV'ni tagiga olib kelib qo'ysak ham bo'ladi. Yo, вообще bezubitka qo'yib. 150 ekanda. Bezubitkaga olamiz, bolalar. Ketsin. 100 talik bezubitka. O'zim 1 soatlik anaqaga kirsa qochaman. Zekan yopaman, bolalar. Baysaytga 1 soatlik FV'ga kirsa. Olinglar, ushlab tursin. Salkam 1% bo'lar ekan. Bugunga yetadi. Bugun tembuli anaqa bor. 23:00 O'zbekiston vaqti bilan Trumpni hangamasi bor ekan. Shuning uchun. Tak, endi jigarlar, zdelkani sabablarini yana bir bor tushuntirib o'tib ketaman. Aziya lowlarida ES Aziya lowini yechdi. Nasdaq yechilmadi. Bitta sabab bo'lib qoldi va bizda mana ko'ryapsan, impuls bilan tushib, narx orqaga qaytgandan keyin sell uchun FVG tashlab ketdi va sell uchun FVG ga narx qaytib keldi. Bu premium discount tortadigan bo'lsak, aynan discountga to'g'ri kelib qoldi va uning ichida kichkina FVG bor. Mana bu yerda mana chiziq bo'ylab harakat ideal narx harakatlarni beryapti. O'sha yerga tushdi va biz ko'ryapsizlar, zdelkaga kirayotganimizda mana bu yerdan promay to'g'ridan to'g'ri savdoga kirmadik. Bu zonani bir marta ishlashini kutdik, test berishini kutdik. Bu zona ishlashda mana bu zonaga tushishida yo'l-yo'lakay nima qoldirdi biz uchun? Sell uchun FVG qoldirdi. Bu narx mana bu zonani ishlashini bilishimiz uchun albatta nima qilish kerak? CBni mensimasdan o'tib ketgandan keyin o'shanga test bergandan keyin mana bu yerda biz entry qildik. Bizga eng yaqin target 1 soatlik FVG. Nima uchun? Narx 1 soatlik FVG dan nima qilish mumkin? Yana pastga qarab ketib qolish mumkin. O'shaning uchun eng yaqin target 1 soatlik FVG. Endi keyingi target agar yana dash ushlayman desalaring, mana bu kunlik hay Bayside ideal nuqta hisoblanadi. Agar trend bo'ylab qaraydigan bo'lsak, bugun bir tepadagi Bayside ga ham borib berish mumkin. Lekin bugunni kunni vaziyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, Trumpni gapirishini hisobga oladigan bo'lsak, hozir 1 soatlik
CB eng yaxshi target deb o'ylayman bolalar. Tak hamma pozitsiyadan o'zi. Pozitsiya olganmizda hech kim olmadi. Kecha bir ikkitalar aytmadingiz o'zi. Bugun aytilgandan keyin olindi bo'lsa. Da debdi Qilichbek, Otabek, Jahongir, Jamshid. Zo'r bolalar, zo'r. Xudo xolasa 1 soatlik FBga bo'lsa, bugunga yetadi deb o'ylayman. Ikkita tiqqanmiz. Bo'ladi Jahongir, bo'ladi. Bo'ladi zo'r. 4 ta tiqib qo'yibdi Botir, ikkitasi biz kutayotgan hayda ekan, ikkitasi tepa. Zo'r Botir. Ikkitasini anaviga qo'ysangiz ham bo'ladi. 950 makro bor-ku, Botir. O'sha makroni hayga qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana ekranda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 950 makroni hay turibdi. O'sha yerga ikkitani olib qo'ying, ikkitani kirishiga, FVga kirishiga, ikkitasini 950 makro hayga. Bunga tatib olsa-da, Ma'murjon bugunga. Reyam. Sizlarga o'rnak bo'ladi. Noto'g'ri kelgan. Ana shunaqa qilib qo'yganman, stopich zo'r. Bo'pti, просто nega qo'yib qo'yganim bilamiz. Cho'zib qo'yaman. Da, ikkitasini teparoq qo'yib qo'ying. Uyg'un ham kiribdi, zo'r, malades. Manfaatli bo'ldi. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ya, bugungi izdelkamiz xuddi kechandaqa anaqa nima deydi? Mantiqiy. Shu so'z topolmayapman. Просто tak kirilmadi-da bolalar. Hammasi cho'tki tahlil qilib, kutib, sabr qilib anaqa kirdik, to'g'rimi? Bundan ortiq sabab qila olmaymiz, hamma sabablarni. Tak, $400 oladigan bo'lsam, meniki $400 berar ekan. 5 ta akkauntda $400. Yomon emas, $2000. Ha? Yo, olsa deyman-da. Xudo xolos olib berar endi. Kimdir uchun kichkina bo'lishi mumkin-da, atak normal. Bolalar. 2 minutdan keyin makro. Makroda tushib ketmay, endi tushib ketsa nima deymiz bolalar? Buga olib qo'yganmiz, samiglar, stop maska, to'g'rimi? Tak, do'stlar, jigarlar. X keldi, aytgan. Soatlik FVga chiqmabdi, lekin SPX ham chizib qo'yaylik o'shani. O'shanda ham qochib yuborsa bo'ladi-da, PSTga. SPX chiqib qo'ysa. Niye? Koymuş yine. Hey, come on, bro. Give me my take profit, please. Hozir masalan 1% oladigan bo'lsam, menga bugunga yetadi-da, Shahriyor. Men chiqdim, Murat aka, rahmat, $853. Malades Botir. Jahongir ICT $300 qochdim. Malades. Zo'r. Xo'p, ideal. Shu men ham teparoqdan o'shagan kamerasi bilan Shahriyor ishlabsiz. Siz bunga yetadi, sizga nima qiladi? 1% olibsiz-ku, 50 ga bo'ladi. Tak, bolalar. Qochsalangan bo'ladi. SM500 1 soatlik FVga chiqdi bolalar. Olinglar o'sha tursin. Ay bilayotgandan keyin qolsin. Qo'yishmi? Ya, pastga tushib ketganda chidamasdim, menga kerak. Xohlasa tip olishimiz kerak. Ozgina qoldi. Tak. Tipimizga ozgina qoldi. Midnightga chiqdi o'sha. Yoping. Midnightda urdik lekin. Tak, bolalar. Tak, men chiqib ketdim bolalar. Sheplar, katta rahmat. Bo'ldi, chiqib ketgan bo'lsalaringiz zo'r. Tak, yaxshi kun bo'ldi. Foyda bilan yopdik. Tipimizni oldik, xudo xolasa. Baysayt yechildi. 1 soatlik CB ga kirdik. Ideal.